Shot yordamida hisob-kitob qilishni o'rgatamiz bolalarga. Va tasavvuri ham shu bilan birgalikda boyib boradi. Ikkita miya yarim shari ham bir vaqtda ishlash qobiliyatiga ega bo'lib, shu bilan birgalikda mukammal xotira egasi bo'lib boradi har bitta o'quvchi. Yo'q, kalkulyatorga hojat qolmaydi. Lekin shu bilan birgalikda inson miyasi dam oladi. Bizda masalan 1,5 soat darslar qo'yilgan bo'lsa, insonning miyasi 1,5 soat dam oladi. Faqatgina tasavvur ishga tushadi va tasavvur yordamida o'quvchilarimiz ishlashni boshlashadi. Kalkulyator, hisob-kitob shart emas. Shunaqa kichkinagina shot bo'ladi. Bizda o'sha uni ismi saraban bo'ladi, nomlanishi shunaqa. Maxsus shotlar yordamida hisob-kitob qilyapti bola. Ya'ni o'sha shotlarning toshini ko'taryapti va tushirmoqda. Shuni yordamida hisob-kitob qilyapti. Tasavvur ishlaydi, 1,5 soat miya dam oladi. Biz masalan qo'lni barmog'imizda ishlasak, buni hisobiga qon aylanishi ham yaxshilanadi va bo'g'imlar ham yaxshi ishlaydi. Shuning uchun men tavsiya qilaman mental arifmetikasini 5 yoshdan va yoshi chegaralanmagan insonlar uchun juda ham foydali va mukammal xotira egasi ham bo'lib borasiz o'zingiz sezmagan holda. Katta rahmat. Endi